Mana Amerikaning eng nufuzli korporatsiyalari ro'yxati. Siz ularni juda yaxshi bilasiz va ehtimol mahsulotlaridan foydalanasiz. Bu kompaniyalarning dastlabki 10 tasi $20 trillion qiymatga ega. Bu Xitoyning garpechka mahsulotidan ham ko'p. Mana Forbes tomonidan tuzilgan sayyoramizning eng boy odamlari ro'yxati. Bu ikki ro'yxat kutilganidek kesishadi. Mana Elon Musk, mana uning Teslasi, mana Mark Zuckerberg, mana uning Metasi, mana Jeff Bezos va uning Amazoni, Bill Gates va uning Microsoft'i. Bu yerda kamroq taniqli odamlar ham bor. Masalan, Amerikaning Walmart gipermarketlar tarmog'iga egalik qiluvchi Waltonlar oilasi. Hozircha g'ayrioddiy hech narsa yo'q. Dunyodagi eng boy odamlar eng yirik korporatsiyalarga egalik qilishadi. Biroq bu yerda ba'zi kompaniyalar bilan g'alati narsalar sodir bo'lmoqda. Masalan, ikkinchi o'nlikda ketma-ket Visa va Mastercard joylashgan. Ular taniqli, ammo hozir hamma joyda ham ishlamaydi. Lekin ularning egalarini Forbes ro'yxatidan qidirsak, hech narsa topmaymiz. To'g'rirog'i, bu yerdagilarning deyarli hammasida shu kartalar bor. Ammo ikkita eng yirik to'lov tizimiga egalik qiluvchi kompaniyalar egalarini Forbes ro'yxatida uchratmaysiz. Dunyodagi eng yirik samolyot ishlab chiqaruvchisi Boeing yoki barcha maishiy kimyo mahsulotlarining yarmini javonlarimizga yetkazib beradigan Procter & Gamble holding egalarining ismlarini ham topolmaysiz. Xuddi shu narsa nafaqat 80-yillarning mashhur gazli ichimliklarini, balki har bir do'konda mavjud bo'lgan boshqa ko'plab mahsulotlarni ishlab chiqaradigan PepsiCo guruhiga ham tegishli. Bu dunyoga mashhur korporatsiyalarning birorta ham aksiyadori sayyoramizning eng boy odamlar qatoriga kirmasligi sizga g'alati tuyulmayaptimi? Xo'sh, keling bu kompaniyalar kimga tegishli ekanligini aniqlashga harakat qilaylik. Buning uchun barcha Amerika kompaniyalari haqidagi ma'lumotlar to'plangan joyga, Amerika birjasi Nasdaq saytiga kiramiz. Nimani ko'ryapmiz? Procter & Gamble holdingining deyarli 70% g'alati institutsional investorlarga tegishli. ChatGPTdan institutsional investorlar kimligini so'rasak, ular investitsiya fondlari, banklar va sug'urta kompaniyalari ekanligini bilib olamiz. Ya'ni Procter & Gamble, Boeing, Pepsi, Visa va Mastercard boshqa kompaniyalarga tegishli ekan. Agar bu bilan to'xtab qolmasdan chuqurroq o'rgansak, Google'ga tegishli Alphabetda institutsional investorlarning ulushi deyarli 60% ni tashkil etishi ma'lum bo'ladi. Ya'ni Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos, Bill Gates va Mark Zuckerbergning o'z ulushi bor, albatta. Bu ularga Forbes ro'yxatining boshida turish imkonini beradi. Biroq aslida ular bu kompaniyalarning haqiqiy egalari emas. To'g'risini aytganda, bunda hech qanday g'ayritabiiylik yo'q. Axir har qanday biznes o'sishi va kengayishi uchun pul kerak. Ko'p pul kerak. Ta'sischilar ularni sarmoyadorlardan olib, evaziga aksiyalar orqali o'z kompaniyalarining bo'laklarini berishadi. Asosiy bu bo'laklar ko'payib, asoschilarning ulushi kamayib boradi. Mana qo'limda Cambridge universitetining tadqiqoti bor. Unda aytilishicha, Amerikaning yirik korporatsiyalarining 88%iga 3 ta kompaniya tomonidan nazorat qilinadi. Bugun men sizga deyarli butun Amerika iqtisodiyotiga egalik qiluvchi ushbu 3 ta sirli kompaniya haqida so'zlab beraman.